Navbatdagi bemorimiz Gulchehra opa. Hozir o'zlaridan so'raymiz nima bezovta qilishini. Nima bezovta qilasiz sizda? Nima qiynaydi? Shu tomoq og'rishi, Tomoq og'riydi. Angina bo'lasiz. og'izdan hidlanish, Hid keladi. probkalar. Probkalar yig'iladi. Qachondan beri shunaqa bezovta qiladi? Shu 1 yil. 1 yildan beri. Oshdi-da. Oyoqlaringiz, bo'g'imlaringiz og'rimaydimi? Endi sal og'rib beradigan bo'ldi-da. Og'riveradi. Bemorimizni men ko'rganman. Bemorimizda surunkali tonzillit bor. Bodamcha bezining ichida yirik probkalar yig'iladi. Va tez-tez tomoq og'rib turadi. Bodamcha bezini olib tashlash rejalashtirganmiz. Tonzillektomiya. Tayyormisiz? Yaxshi. Bemorimiz o'sha operatsionni ustolida bodamcha bezini ko'rsatmoqchiman. Mana bodamcha bezi. Teshiklari bor. Teshiklardan yeringlar ajralmalar bor. Mana yering ko'rib turibdi. Bodamcha bezini olib tashlaymiz. Mana sizlar operatsiyamizning foydasiga yetdi. Bodamcha bezini olib tashladik. Xudo xolasa mana juda ham chiroyli o'tdi mana. Ikkitagina chok qo'yganmiz, o'zi erib ketadi bu. Xudo xolasa bemorimiz angina muammosidan qutuldi. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatim keling.